Mamlakatimizda aholining turmush farovonligini oshirish, ularni qiynayotgan masalalarni joyida aniqlab, samarali hal etish maqsadida davlat tashkilotlari tomonidan joylarda sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Bunday uchrashuvlar fuqarolar bilan bevosita muloqot qilish, ularning murojaatlarini eshitish va mavjud muammolar bo'yicha choralar ko'rish imkonini bermoqda. Shu maqsadda Urgut tumanida o'tkazilgan sayyor qabul ham aholiga qulaylik yaratish, ularni o'ylantirayotgan savollarni ochiq muhokama qilishga xizmat qildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat inspeksiyasi tashabbusi bilan tashkil etildi. Sayyor qabul davomida 40 ga yaqin fuqaro turli masalalar bilan murojaat qilishdi. Asosan aloqa, internet, pochta, teleradio eshittirish xizmatlari, mobil aloqada uchrayotgan muammolar muhokama qilindi. Fuqarolar o'z murojaatlarini ochiq va erkin bayon etishdi. Ularning savollariga bevosita mutaxassislar tomonidan javoblar berildi. Aholi tomonidan kelib tushgan 15 ta murojaatning 5 tasi shu yerning o'zida hal etildi. Bu esa aholi bilan ishlashga mas'ul tashkilotlar faoliyatida aniq natijadorlik mavjudligini ko'rsatadi. Internetga ulanish bo'yicha murojaat qilgan 3 nafar fuqaro bilan shartnomalar tuzildi. Sayyor qabulda men shu mahallamizda eng uzoq chekka hududda joylashgan Murodqishloq mahallamizni aloqa seviyasi yaxshi bo'lmaganligi sababli murojaat qildim. Bu murojaatdan kerakli mutaxassislar o'rganib, yaqin kunlarda murojaatimni hal qilishda amaliy yordam berishlarini aytishdi. Nasib bo'lsa, yaqin kunlarda mana shu murojaatim hal bo'ladi. Ushbu sayyor qabulda o'sha Urgut tumanimizning eng chekka hududlaridan mobil aloqa, telekommunikatsiya, pochta xizmatlari, televideniya xizmatlari bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlari sifati yuzasidan fuqarolardan murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatlar soha korxona rahbarlari tomonidan o'rganib chiqildi. Muddat talab etiladigan murojaatlar aloqa inspeksiyasining Samarqand viloyat hududiy shubasi tomonidan nazoratga olindi. Fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlarning aksariyat qismiga shu joyning o'zida ijobiy hal ettirilib, ya'ni fuqarolarning internet xizmatlariga ulanish masalalari bo'lgan murojaatlari shu joyning o'zida ijobiy hal ettirib berildi. Shuningdek, kelib tushgan murojaatlar doirasida O'zbek Telekom AG Samarqand filiali O'zmobil mobil aloqa bog'lanmasi tomonidan ushbu mahallalarda tayanch baza stansiyani o'rnatish rejasiga kiritilganligi hamda joriy yilning avgust oyigacha ushbu hududlarda tayanch baza stansiya o'rnatib berish rejasi tushuntirib berildi. Shuningdek, G'isht masjid mahallasi yoshlar yetakchisi yoshlar uchun IT markazi tashkil etish va ularni zamonaviy texnologiyalar bo'yicha o'qitish zarurligini ta'kidladi. Mazkur tashabbus ham e'tiborsiz qolmadi va tegishli mas'ullarga yetkazildi. Albatta, ayrim murojaatlar, xususan tayanch baza stansiyalari o'rnatish kabi masalalar vaqt va texnika imkoniyatlar talab etadi. Shu sababli ular Uzkom nazorat tomonidan alohida nazoratga olinib, bosqichma-bosqich hal qilishi belgilandi. Bu kabi tadbirlar davlat bilan xalq o'rtasidagi muloqotni mustahkamlashga xizmat qiladi.